Kichkinaligimda sochim rosa yulib tarar edim. Sochim esa mana shunaqa pataga chiqib ketaverardi. Kattaroq bo'lib sochim patali emas, jingali ekanligini farqiga borganman. Kichkinaligimda soch uchun balzamlar borligini bilmas edim. Bugun esa krem styling bilan kudryavoy metod qilamiz. Sochimni yaxshilab yuvib, stylingga surib oldim. Ustidan yana ozgina suv qo'yamiz va nomiga siqib qo'yamiz. Jingalak sochlar namlikni yaxshi ko'radi. Aytgancha jingalak sochlarni ho'l paytda ham tarasa bo'ladi. Так что mozgi мне не делайте. Sochingizni oldi tarafida объем xohlasangiz, orqa tarafga qarab tarab oling. Sochingizni har xil tarafga ehtiyotlik bilan tashlab, sochlarimizni yaxshilab g'ijimlab chiqamiz. Agar jingalaklaringiz yana ham qo'ng'iroq bo'lishini xohlasangiz, tola qilib g'ijimlab chiqish kerak bo'ladi. Men unga sabrim chidamaydi. Keyin difuzorni nasatka bilan quritib chiqamiz. Hozir sochim 50% ga quridi. Sochimni quritaman deb tellab ketdim. Sochim 80% ga quridi. Qolganini tabiiy qurishiga tashab qo'ydim. 90% ga quridi. Sochim ildizlari hali nam. 100% qurisa sochim yana ham hajmliroq ko'rinadi. Endi keyingi sochimizni yugurishcha sochimizni umuman taramaymiz.